Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz pedagoglar testologik kompetentligini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish va raqamli texnologiyalarni qo'llash. Biz bugungi darsimizda xalqaro baholash tushunchasi, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini, bilim, ko'nikma, malakalarini baholashda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish va xalqaro baholash dasturlari turlari haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun avvalo xalqaro baholash dasturlari tushunchasiga nazar solishimiz kerak bo'ladi. Demak, xalqaro baholash dasturlari ta'lim sohasida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini o'lchash, turli mamlakatlar va ta'lim tizimlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash va ularga ta'sir ko'rsatish uchun tashkil etilgan xalqaro tadqiqotlar majmuidir. Ushbu dasturlar o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatini baholash bilan birgalikda turli xorijiy mamlakatlar o'rtasidagi ta'lim sifatini solishtirish, global ta'lim siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, UNESCO va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda PISA, PIRLS, TIMSS, ERMA, EGMA, EQUIL va PISA-VET xalqaro baholash dasturlari faoliyat yuritmoqda. Bu baholash dasturlaridan ilk paydo bo'lgan baholash dasturlari bu PISA, ya'ni Program for International Student Assessment baholash dasturi bo'lib, PISA xalqaro baholash dasturi 15 yosh atrofidagi o'quvchilarning o'qish, matematika va ilmiy ko'nikmalarini baholashga asoslanadi. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari, yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash va dunyoqarashlarini rivojlantirishga harakat qiladi. PISA xalqaro baholash dasturi har 3 yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. Ikkinchi xalqaro baholash dasturimiz bu PIRLS, Progress in International Reading Literature Study, ya'ni xalqaro o'qish, yozish qobiliyatini aniqlash xalqaro baholash dasturi. Bu dastur odatda 4-sinf o'quvchilarining o'qish, tushunish ko'nikmalarini baholashga xizmat qilib, u har 4 yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. Keyingi baholash dasturimiz TIMSS bo'lib, TIMSS xalqaro matematika va fanlar bo'yicha umumiy o'rganishlarni baholaydi. Bu odatda 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bo'lgan bilimlarini baholab, har 4 yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. Keyingi baholash dasturimiz o'quvchilar va o'qituvchilar uchun umumiy ahamiyatga ega bo'lib, xalqaro kompyuter va axborot texnologiyalari savodxonligini baholashga xizmat qiladi va bu dastur ham har 4 yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. Biz xalqaro baholash dasturlari haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi bu xalqaro baholash dasturlarining qanday afzalliklari borligi haqida gaplashib olsak. Xalqaro baholash dasturlarining dastlabki afzalligi mamlakatlar o'rtasidagi ta'lim sifatini solishtirish imkonini beradi. Rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar hamda sust rivojlangan davlatlarning xalqaro ta'lim tizimini solishtirish va o'zaro tajriba almashishga imkon yaratadi. Keyingisi o'quvchilarni bilim darajasini o'lchash orqali o'qitish uslublarini yaxshilash imkonini beradi. Ya'ni o'quvchilarning o'zlashtirishi faqatgina o'quvchilarga emas, balki o'qitish uslublariga ham bog'liqdir. Bundan kelib chiqadiki, rivojlangan davlatlarning o'qitish uslublarini o'zlashtirish rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, davlatlar o'rtasidagi xalqaro ta'limiy tajribani almashish imkonini yaratib beradi va o'quvchilar va o'qituvchilarning natijalari ta'lim siyosatini takomillashtirishga yordam beradi. Ya'ni xalqaro baholashda ishtirok etgan mamlakatlar o'zlarining mavjud kamchiliklarni aniqlaydilar va ularni bartaraf etishga harakat qiladilar. Biz yuqorida gaplashgan PISA, PIRLS, TIMSS, ERMA, EGMA va EQUIL baholash dasturlari umumta'lim fanlarini o'z ichiga olib, kasbiy savodxonlikni baholashda bugungi kunda 2022-yilda UNESCO tashkiloti tomonidan loyiha asosida taklif etilgan PISA-VET, ya'ni Program for International Student Assessment va Vocational Education and Training xalqaro baholash dasturi faoliyat yuritib kelmoqda. PISA-VET dasturining asosiy maqsadi kasbiy ta'lim sohasidagi o'quvchilarning bilim ko'nikmalarini o'lchash, shuningdek bu ko'nikmalarni real hayotda qanday qo'llashni tekshirishdan iboratdir. PISA-VET xalqaro baholash dasturi kasbiy ta'lim tizimiga bir nechta qulayliklarni olib kirdi. Uning birinchi qulayligi akademik ta'limdan, ya'ni umumta'lim fanlaridan ilk bor
demak kasbiy ta'limni ajratdi va u bo'yicha xalqaro baholashni ishga tushirdi. Demak, Pisavet dasturining 3 ta asosiy elementlari mavjud bo'lib, buning birinchisi u umumta'lim fanlariga nisbatan kasbiy ta'limlarga asoslanganligidir. Ikkinchi asosiy elementi u kasbiy fanlar bilan birgalikda umumiy fanlarni uzvilikda baholashga harakat qiladi. Uchinchi asosiy elementi kasbiy malakalarni amaliy faoliyatga yo'nalgan testlar orqali baholashni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda o'quvchilarni bilim, ko'nikma malakalarini baholashda testlardan keng foydalanilmoqda. Testlarni esa raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. O'z navbatida ta'lim jarayonini raqamlashtirish bugungi globalizatsiya jarayonida eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun test topshiriqlarini Google Forms, Quizbot, iSpring, Kahoot, MyTest, DreamTest, IronTest, Innovation Test singari dastur va platformalarda ishlab chiqish qulay va oson usul hisoblanadi. Raqamli testlardan foydalanish ta'lim jarayoniga bir qancha afzalliklar beradi. Ularning birinchisi, raqamli testlar avtomatik ravishda baholashni o'z ichiga olib, bu o'qituvchilarga vaqtni tejash va test natijalarini tez tahlil qilish imkonini beradi. Ikkinchisi, testlarning natijalari tizimlar orqali avtomatik tarzda tahlil qilinadi. O'qituvchi barcha natijalarni tezda ko'rib chiqadi, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiradi. Uchinchi afzalligi, raqamli vositalar turli xil test shakllarini yaratish imkoniyatini beradi. Ya'ni bir variantli, ko'p variantli, o'zaro taqqoslash, qismlarni bog'lash, matnlarni joylashtirish kabi bir qancha test turlarini yaratish imkonini beradi. Va oxirgi afzalligi, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning test natijalari bir necha yillik tarix asosida arxivlanishi va yig'ilishi mumkin. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning rivojlanish tendensiyasini ishlab chiqish va ularni muntazam kuzatish imkonini beradi. Demak, ustozlar, pedagoglarning testologik kompetentligini rivojlantirishda raqamli vositalar va xalqaro baholash dasturlari uzviy aloqada bo'lib, raqamli dasturlar yordamida xalqaro baholash mezonlariga asoslangan test topshiriqlarini ishlab chiqish va o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini baholash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.